Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana o'lkamizda yangi yil shukuhi kezib yuribdi. Bizning bugungi mehmonimiz Sharq guruhi bo'lishadi. Assalomu alaykum. Assalomu Kelibsizlar. Kirib kelayotgan yangi 2026-yil sizlarga muborak bo'lsin. Rahmat, barchamizga muborak bo'lsin, aziz yurtdoshlarimizga ham muborak bo'lsin. Mana Sarvar, Tatyana, sizlar mana 31-dekabr kuni, mana Xudo xolisa 2026-yilni kutib olamiz. Sharq guruhi, ya'ni oilaviy guruh mana shu yangi yilni qanday kutib oladi? Endi har bir yangi yil bir-biriga o'xshamagan yangi yil. Esda qolarli bo'lishi uchun-da. Albatta. Oila davrasida ham kutgan yangi yillarimiz bo'lgan. Endi sohamiz san'at bo'lgandan keyin sahnada kutib olgan paytlarimiz ham bo'lgan. Bu yil Xudo xolisa oilamiz, farzandlarimiz davrasida, oila davrasida. Endi mana sizlarni palov degan qo'shig'inglar bor. Shu palov qo'shig'ini eshitsa odam maza qilib eshitadi-da. Mana shu qo'shiqni endi jonli ijrosini eshitsak. Bo'ladi. Bayramona, ha. Voh palov, dil sirdoshidir olov, oshpazning mehri. Voh palov, dil sirdoshidir olov, oshpazning mehri bilan dunyoga kelar palov. Voh palov, dil sirdoshidir olov, oshpazning mehri bilan dunyoga kelar palov. bilan dunyoga kelar palov. Voh palov, dil sirdoshidir olov, oshpazning mehri bilan dunyoga kelar palov. Odam nima deydi, o'zinglarni kuzatuvchilaringizga, muxlislaringizga bayram, yangi yil tilaklari. Albatta, kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin aziz yurtdoshlarimizga. Kelayotgan yangi yilda barchangiz oilalaringizdagi tinchlik, xotirjamlik, baxtiyorlik, har bir kunga bo'lgan shukronalik bardavom bo'lsin. Eng chiroyli go'zal tilaklarni sizlarga tilab qolamiz. Sizlarni chin dildan yaxshi ko'ramiz. Barchaga yaxshi kayfiyat, garmoniya tilaymiz, ilhom tilaymiz. Har doim hayotingiz chiroyli o'tsin. Sizlarga ham rahmat, ijodiylarga omad tilab qolaman. Muxlislarga, kuzatuvchilarga Sharq guruhini kuzatishda davom etinglar, bizani ham kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat.